O'zbek oyim mantiqiy hikmatlarining mag'zini chaqishga urinib ko'ring. Hijolat chekib gavdasi og'irligini oyoqlariga tashlagan, uzr so'rashga erinmaydi. Adolat ekib tavbasi daxirligida sayoqlarni g'ashlagan, huzur ko'rishda chiranmaydi. Bir qarorga kelolmay sarosimada uyini tark etgan qing'ir yo'llarni makon tutar. Sir iqrorini bilolmay marosimda o'yini berkitgan olg'ir dillarga imkon tutar. Muhabbatni bozorga solgan hayot sabog'ini tatib, ozor qaychisida savalanib qolar. Munosabatga ozorni ilgan niyat dabog'ini tutib, bozor qamchisida quvalanib qolar. Ko'zlarini bo'rtanali bulut to'sgan, fe'liga sochilgan olovga ta'sir qilib so'zlaydi. So'zlarini zo'r ta'nali sukut to'sgan, ketidan sepilgan yalovga asir bo'lib bo'zlaydi. Beadad g'am niqobidagi yangilikdan gangigan, gap tashuvchiga yon bosishga majbur. Beodob xom laqabidagi tanglikdan sanqigan, gap eshituvchiga g'am kechishga abjir. Birovni gap bilan o'raydiganning rejasi ish bersa, oshig'i olchidek yalpayib o'tirar. Birovni gap bilan buraydiganning rejasi tosh tersa, ochig'i lofchidek taltayib